Korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Bojxona qo'mitasining shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi hamda Toshkent shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining Navoiy chegara bojxona posti inspektori xizmat mavqeyidan foydalanib, Toshkent tumanida yashovchi 1979-yilda tug'ilgan fuqaroning 7 kilogramm oltin qimmatbaho metallarini Qozog'iston Respublikasidan chegara bojxona posti orqali deklaratsiyada ko'rsatmasdan va bojxona nazoratidan yashirgan holda o'tkazib berish evaziga Chirchiq shahrida 5000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda bojxona xodimiga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Korrupsiya bilan bog'liq noqonuniy holatlar soliq tizimida ham qayd etildi. Jumladan, qaysi bo'limda ishlaysan? Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash soliq ma'murchiligi shu'ba davlat soliq bo'yicha inspektori. Nima maqsad ko'rish? O'zim ehtiyojim uchun oldim. Nimaga sabab? Qanaqa firmani aloqa beraman deb, yo'q beraman dedimda, qancha bo'lamiz? 2500 tushundimda. Toshkent shahar Shayxontohur tumani Davlat soliq inspeksiyasining sho'ba bosh inspektori xizmat mavqeyidan foydalangan holda oziq-ovqat mahsulotlari ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi, mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyatini o'zining yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali tugatib berish evaziga 2500 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'ini tuman soliq inspeksiyasi binosi oldida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda bosh inspektorga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi va 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Boshqa holatda esa Mirobod tumani soliq inspeksiyasining mahallalarga biriktirilgan soliq inspektorlari sho'basi inspektori o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda o'ziga biriktirilgan hududda faoliyat yurituvchi savdo do'konida soliq tekshiruvlari amalga oshirmaslik va kelgusida har qanday soliq tekshiruvlari to'g'risida oldindan xabar berib turish evaziga 10 million so'm pul mablag'ini o'zining bank plastik kartasiga o'tkazdirib olgan vaqtida uning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Endilikda ushbu inspektor ham qonun oldida javob beradi.